Hello YouTube ahli, Minecraft, lekin bu hardcore bo'lib qolsangiz qayta tirila olmaysiz. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan o'ynash kerak. Bu shu videoni uchun 1 soat sarf qildim. Shu mehnatimni qadrlash uchun obuna va like, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Iltimos, shu videoni oxirigacha ko'ring. Men aytib o'tganimdek 1 soat sarf qildim. Короче, bolalar ehtiyotkorlik bilan o'ynash kerak. Videoga hozir qaytamiz. Bitta gapim bor. Videoni oxirigacha ko'rmagan negerga aylanib qolsin. Bo'ldi, videoga qaytamiz. Salom do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda men o'sha Crossing Beast. Bugun sizlar bilan birgalikda biz o'sha hardcore mana yaratdim. Aytib o'tganimdek, olamga kirdik. Bunda 1-2 mod bor. Bo'lmasa olamga kirib olsin, o'zim sizlarga xabar beraman. Yana aytib o'tganimdek ko'pgina qismlarga bo'ladi. Bu ham albatta layklarni ayamasanglar xotirjam chiqadi. Bo'lmasa tezlashtirib yuboramiz. Bo'ldi, biz chop bo'ldik. E'tibor bergan bo'lsangiz, ikkita mod bor. Bittasi shader bo'lsa, bittasi Night Vision bo'lgani yaxshi albatta. Bo'lmasa biz tosh topishimiz kerak. Bo'ldi, bittasini o'ldirdik. Bolalar, men anaqa qildim borku, o'zlar bilan o'zvana qildik borku, ana shuni men chiqara olmayapman. 18 minutlik bo'lib ketdi. Nimaga sim karta raqamini so'raydi. Kiritsam, nima desa bo'ladi? Kiritsam yana boshqatdan kiriting deydi. SMS qiling deydi. Qilaman. Yana bo'pti, SMS noto'g'ri bo'lyapti deb telefon qilishga qilsam, telefon kelmayapti. Shuning uchun o'zingizdan ko'rib turaverasizlar, lekin nimaga bunday yashayapman deyman. Shunaqa gaplar bolalar. Men qila olmayapman, nimagadir qilsa bo'lmayapti aytganimdek. Mayli, bo'lmasa biz hardcore narsamizga qaytaylik. Nima deb desam, mayli. Toshni olamiz. Axir bizning Night Vision'imiz bor, to'g'ri? To'xtaylar, paratga qo'ying. Bitta bu 5 shunga, bu yo'g'on keyin bu o'l. Davay tezlashtiramiz. Bo'ldi, tosh cho'p bo'ldi. Anchadan beri o'ynamadimda buni ham. Endi nima deysizlar? Bu ana yomon qo'tyaptimi nima? Xo'p, bu 3ga, sen 2ga, sen qani crafting table'imiz. Mayli, bu 5ga. Bu esa bunga. Tashlavoramiz. Crafting table olamiz va unda pishirib olamiz, qo'yamiz, kiramiz, qo'yamiz, yana qo'yamiz, bo'ldi, kutamiz. Bo'ldi. Darballi. Bunga ana buni qo'ysak. Ana olamiz. Darballi. Tepaga chiqamiz.
kechqurun tushyapti-ku. Mayli. Pastga kiramiz. Qaziymiz. Ko'mir topamiz. Topdim o'zi. Mayli. Qaziymiz, tezlashtirib bo'ldi. Yana pastga qo'yamiz. Bolalar, ozginacha ma'lumot aytib ketaman. Bu hardcore videosi qismlarga ko'p bo'ladi. Nimagaki aytyapman-ku 15 minutdan ko'p qila olmayapman. Agar qilsam ko'proq qilib video ishlayman. Albatta, prevyuni qo'yamiz. Ko'p shunaqa ishlar ko'p hali. Bo'lmasa, bolalar, biz o'zingizlarda nima gaplar? Yana shu suv osti koni. Birotta blok bor. Shu suv osti konni yomon ko'raman men. Negaki bunday bedrock versiyaligi uchun uncha eshikda nafas olsa bo'lmaydi. Uncha deyman, aniq olsa bo'lmaydi. Lekin mod qilsa bo'ladi-yu, no mayli. Qo'llashda davom etamiz. Yomon ko'rgan joyim nimaga chiqaryapti, nimaga bilmadim. Mayli, temir qidirishga harakat qilib ko'ramiz. Temir topdim. Tepaga chiqish kerak. Tepaga chiq. Yaxshi. Endi temirni qancha oldin yo'l qurish kerak. Ana. Normal. Nafas to'ldirib kutamizda yana boramiz. Mana sindiramiz. Yo. Qo'zg'olama. Yo. Bo'ldi. Mayli. Qo'la. Bunaqa o'lib ketaman. Video qisqartirib, pauza qilib turamiz. Hozir ungacha yo'l qurib olay. Bo'ldi. Endi pauza qilib turamiz. Nimadir qilib bo'lsam yetib keldim. IQ sal ishlab qoldi. Bo'lmasa, ularni qo'lga olish kerak. Mana shu oxirgisi yaxshi. Yana qidirib ko'rish kerak. Mana tagimda bor ekan. Buni tashlab o'tkazaveramiz. Chiqdik. Ana yurib kecha endi mana tepaga chiqib olish kerak. Mana. Endi xotirjam deyman. Temirlarni eritish kerak. Davay, kutamiz. Endi bundan shit yasash kerak. Magaki xavf juda ko'p. Hardcore video deyman. Hardcore'da bilsanglar buni qaytarilsa bo'lmaydi. Vashshe qaytarilsa bo'lmaydi. Mana yana bitta oxirgisi. Tezlash. Davay. Bo'ldi. Endi mana bu yerdan kirka yasab olamiz o'zimizga. Qani? Yo-mayo. Mana bu yerdan andan bitta yasab olamiz. Keyin bunday qilsak normalniy bo'ladi. Bo'ldi. Bunday qilib olamiz va bunday qilamiz.
qo'yamiz va tashlayveramiz. Короче, bo'la bunda shu aytib o'tganimdek 18 minutdan tepa 18 minut bo'lib ketdi. 15 minutdan tepaga qilsa bo'lmayapti. O'zim qilsam ko'proq video uzunroq video qilishga harakat qilaman. Menga bilsanglar bolalar, raqamni kiritmasa u ham narsa qilmaydi. U hali ertalab chiqmabdi. Raqamni kiritmasa hech qanaqa preview qo'ysa bo'lmaydi. Preview qo'ysa bo'lmaydi. Shunaqa narsalar 15 minutdan ko'proq video qilsa bo'lmaydi. Stream qilsa bo'lmaydi, jonli qilsa bo'lmaydi. Shuning uchun kiritish kerak. Raqamni men kiritmaganman. Bo'lmasa agar kirit olsam, shu aytgan muammoyim yechilsa, ko'proq qilishga harakat qilaman. Va bolalar previewni qanaqa qilib qo'yapsan deyishinglar mumkin. Bo'lmasa men InShotdan qo'yaman. Keyin bu shu videoning tagiga 3 ta like va bu videoning davomi shu videoning tagiga 6 ta like, preview InShotdan qanaqa qilib qo'yish o'rgataman. Bo'lmasa biz nima bo'lmasa hardcore videoga qaytamiz davay. Hali narsa bo'lmabdi-yu, ladna. Hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi emas, o'lib ketasan. Mayli, mana bu yerga bunday chiqib olamiz. Ana. Endi chiqa olmaydi. Birortasi ham. Xo'p, bo'lmasa, короче, bolalar skinim o'chib qolardi doim. Crossum kanalida ham, shu Crossum kanalimda ham ikkita Crossum pastki chiziqni o'rni ichida aytmoqchi edim. Ana yerda Enderman bor. Qarab qo'y. Qarash kerak edi, Enderman oladi. Mayli. Birorta qishloqcha topishga harakat qilib ko'rish kerak. Ana yerda zombilar, monsterlar. Bo'lmasa biz qishloqcha topamiz. Keyin xabar beraman o'zim sizlarga. Короче, Crossum biz yo'l yursa ham mo'l yurdi, juda ko'p yurdi, topa olmadi. Mayli, bulardan shakar qamish olamiz. Ko'p sugar cane. Xo'sh. Mana bu yerdan olamiz. Lekin o'zi qo'yish biladi. 15 minutdan ko'proq qilish biladi. Mayli, boshlaymiz. Negadir o'zi ham qila olmadi. Mayli. Boshqa kishimdan so'rab turamiz. Qishloqcha topa olmayman. 15 minut bo'ldi, lekin tezlashtirilganda albatta 15 minut bo'ladi. Hozircha yana 1 minutcha yuraychi. Monurlarni qaranglar. Mana bittasi temirlik qilich bor, mayli. Kerak emas bular narsiz. Men qishloqcha topishim kerak. Qochish senlar ham. Ovqat ham topishim kerak. Shu qishloqcha uchun ovqat uchun qishloqcha kerak. Mayli, yana topishga harakat. Shu topsam o'zim sizlarga xabar beraman. Bolalar, men ancha yurdim, lekin baribir topa olmadim qishloqchani. Sizlar o'ylamanglar, uncha yaxshi kuchaymadi, bu bo'lmabdi, men bu videodan chiqaman deb. Albatta bu birinchi qism baribir kuchaysa bo'lmaydi. Bo'lmasa ikkinchi qismda albatta qishloqcha topamiz deyman. Qishloqcha topamiz va undan ovqatlar va temir aslahalarigacha kuchayamiz. Bo'lmasa biz sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, sizlar bilan Crossum bo'ldi.